har bir vazir, tarmoq va bank rahbari, viloyat, tuman hokimi o'z xodimlarini sport bilan shug'ullanish uchun o'zi namuna bo'lib, sharoitlarni kengaytirishi shart. Bunda haftada bir kunni sport kuni sifatida belgilab, o'zi namuna bo'lib, xodimlarini sportga olib chiqsin. Agar sport zali bo'lmasa, sport bazalari yoki federatsiyalar bilan shartnoma tuzsin. Kamida 4 ta sport turi bo'yicha yiliga 2 marta musobaqa tashkil qilib, g'oliblarni taqdirlasin. Ikramov bu yildan boshlab har yili vazirliklar, tarmoqlar, banklar va hokimliklar o'rtasida respublika birinchiligini o'tkazsin. Xususiy sektordagi mehnat jamoalarida ham ommaviy sportni rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha imkoniyatlar yaratiladi. Tadbirkorlar o'zini ishchi xodimlari uchun sport zali, maydonchasini qurish va jihozlash uchun sarflangan puli foyda solig'i bazasidan chekiriladi. Jalb qilingan trenerlar uchun daromad solig'i va ijtimoiy soliq 1% bo'ladi.